Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarniki mushvaqinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi darsimizda tor bexatarlikninki asosi bo'lgan ijtimoiy injenerlik, ya'ni turkchada sosial mühendislik, ingliz tilida social engineering degan mushu temani so'zlab o'tamiz. Endi bu sosial mühendislik yoki ijtimoiy injenerlik degan nima degan vaqtida bu mushu tanlangan bir nishon mayli shaxs yoki shirkat bo'lsin, mushlarning muhim uchur yoki sonliq ma'lumotlarni elish uchun har xil psixikalik usullar bilan kontrol qilishni maqsad qilgan tor jinoyatchilari tarafidan elib berilgan nachar niyatlik faoliyatlarni o'sha sosial mühendislik deb ataymiz. Sosial mühendislik o'sha tor sistemlari, yumshoq detallar yoki mashg'ulot sistemlarininki bexatarlik yo'chiqlardan bakrak o'sha ishlatuvchi odamlarniki kichik ko'zga ilinmagan darajada qilingan xatoliklari sababidan yuz bergan shu xatoliklarga sababidan chiqadi. Bu ijtimoiy injenerlikda shu hujum qilg'uchininki asosiy ikki maqsadi bor. Buningki birinchisi bo'lsa shu qilayotgan ishini to'xtatib qo'yib va yoki shu muhim uchurlarni buzib etish va yoki ularga har xil ziyonlarni olib kelishni maqsad qildi. Yana birisi bo'lsa shu tor o'g'irligi, ya'ni nihoyatda muhim uchurlarni elish va shu uchurlarni qaytarib berish uchun har xil pullarni talab qilish degandek narsalarni elish uchun qilingan ish bo'ldi. Buni hamda siber hırsızlık deb ataydi. Bu mushu asosli ikki maqsadi bor bu hujum qilguvchilarninki. Hamda bu ijtimoiy injenerlik qanday yuz berdi, qanday bo'ldi degan vaqtida buningki bir qancha qadamlar bor. Birinchisi, hujum qilguvchi avval o'zininki hujum qildigan odamni biraqor tekshirib ko'rib, uning ustida har xil izlanishlarni olib bordi. Ya'ni bu izlanishlarni olib borgan vaqtida u hujum qilguvchininki ismi, har xil muhim uchurlari, uningki qanday muhim uchurlarni olalaymiz degandek narsalarni tekshirib izlanib chiqadi. Anandan keyin izlanib chiqqandan keyin shu nishon olgan odamni har xil usullar bilan buningga ishondirdi. Masalan, har xil ishondiradigan narsalarni yo'llaydi va yoki har xil uchurlarni yo'llab, mushu nishon qilgan odamni yo'llagan saxt uchurga ishondirishni asos qildi. Ishondirgandan keyin ondan keyin hujum qildi. Uchinchisi hujum qilish. Hamda nishon qilingan, ya'ni hadafninki uningki ishonchisini qo'lga olgandan keyin anandan keyin o'zininki maqsadini olib bordi. Ya'ni o'zining maqsadi bo'lsa, shu qarshi tarafninki uchurlarni elish, anandan keyin har xil ziyonlarga uchirtish mushularni ilib bordi. To'rtinchisi chiqish. Hamda bu hujum qilguvchi hujumni oxirlashtirib bo'lgandan keyin o'zininki butun kirgan uchurlarni, o'zininki izlarini hammasini yo'q qilib o'tadi. Yo'q bo'lgandan keyin ana qarshi tarafdan shu olgan uchurlarni berish uchun har xil pullarni, har xil narsalarni talab qildi. Masalan, sizning kompyuteringizga virus yuqqan bo'lsa, virusda butun sizning hujjatlaringiz qulib silinib qoldi yoki uni ochqili olmadi yoki uning formati o'zgarib ketdi. Masalan, rasm bo'lsa JPEG deydi yoki boshqa formatdagilar boshqa bir xil formatga o'zgarib ketgan bo'lsa, siz uni qilaman deganda avval ma nomer bilan aloqalashib, manda bizga pul bergan, uningdan keyin biz sana shu uchurlarini asli keltirib beramiz degandek narsalarni deydi. Bu shu ijtimoiy injenerlikninki ishlash prinsipi. Hamda bu ijtimoiy injenerlik, ya'ni sosial mühendislikda qanday hujum shakllari bor degan vaqtida birinchisi
Şu torda elip verilgan hücum şekilleri, yani dolandırıcılık deydi. Her xil avaz ve ya ki telefonunuz kelgen uçurlar, ilxatga e-posta kelgen her xil uçurlar, bazı linkler keldi ilxatingizga ve ya ki bazı resim ve ya ki hüccetler degandek şundan narsalar keldi. Anandan keyin şu arqılıq sizniki uçurlarınızı oğlaydı. Anandan keyin siz torda bir nərsələrini izləyən bolsanız, u yerdə siz izləyən vaxtda bəzi bir torbətlər kirib qalsa, o torbətlər müşü sizniki uçurlarınızı oğurlaydan torbətlər buluş mümkün və ya ki saxta bir torbətə kirib u yerə saxta bir numaralarını qilish yazıb qoydu. Siz özünüzün işini qılğızış üçün, məsələn bir bankınınki bir nərsini qilish üçün siz bankınınki telefon numarını izləyirsiz. Anandakı telefon numarı Google'da ya ki başqa yerdə izləyən vaxtda çıxıdı. O telefon numarı qısanız, o bankının numarı emas, başqa şu hücum qılğıcının numarı bo'lib qaldı. O vaxtda sizdən bütün uçurlarınızı sorab, anandakı sizningki uçurlarınızga egallab oldu. Anandakı yani birisi şu yemçük taşlab hücum qilish usuli. Yani məsələn siz yollarda ketib barsanız, USB'ler uçurab qaldı və ya ki disklər uçurab qaldı. Şundan narsalar arqılıq sizningki kompüteringizga, sizning şu uçur sizning ishildirgan narsalaringizga kirib, sizning uçurlaringizni egallab oldi. Anandan keyin yana birsiga torlarda voy haqsiz mandaq yumshoq detallar bor ekan yoki mavu yumshoq detallarni haqsiz yashkili bo'ldi ekan, haqsiz ishlatkili bo'ldi ekan degandek uçurlarni ko'rsiz. Buning uchun bir yumshoq detalni tushiradigan ish chiqadi. Masalan, Adobe'ninki Photoshop deydi, Adobe Premiere deydi. Shunday narsalarni siz pul to'lab ishlatgingiz kelmay, uni haqsiz ishlatish uchun uni yeshidan qorallarni tushirib qolsiz. Bu vaqtida shu qorallar balkim shu hujum qilishda ishlatilgan qorallar bo'lishi mumkin. Shuning bilan siz uni tushirgan vaqtida kompyuteringizga virus tushib, sizning muhim uçurlaringizni egallab ilib oldi yoki sizningki kompyuteringizga virus taqib hujjatlaringizni echilmas qilib qo'ydi. Bu shu yamchik tashlab hujum qilish usuli. Har xil shu nimlarninki hujum qilish usullaridan birisi SMS, ya'ni text message. Yani sizning telefoningizga har xil uçurlar kelishi mumkin. Amanda yaxshi indirim bor yoki manda bir faoliyatlar bor, motorbetga kirsangiz bo'ldi va yoki sizningki bank hisobotingizga birisi kirdi, mavu uchurga mavu adres kirib maxfiy nomeringizni o'zgartib oling yoki sizning Instagram yoki Facebookingizni boshqalar ochmoqchi, darhol maxfiy nomerini o'zgartib oling deb menda uchurlar kelishi mumkin. Siz voy bu rostkan deb o torbatga kirib bütün uçurlaringizni to'ldirgan vaqtida sizningki uçurlaringizni egallab olib, anandan keyin sizningki o hisobotingizga hujum qildida. Yana birisi ijtimoiy aloqa da elib berilgan har xil hujumlar, har xil yamchiklar. Masalan, Facebookda yoki Instagramda manda bir faoliyat bor, bunga yordam qilgin. Bu yordam qilish uchun avval shu ilxatingki mavu Instagram yoki Facebook'unga bağlanğan ilxatni meniki bilan almashtirib, anandan keyin uningga bilet tashlagan deydigandek, ikkinchi rasm ko'rsatilgandek har xil suhbatlar bo'lindi. Siz uni bilmay, voy men yordam qilaman deb bilan anandan keyin amin narsangizni o'zgartib olsangiz, ular keyin sizniki maxfiy nomeringizni o'zgartib bilan sizning hisobotingizga kirib sizning hisobotingizni o'g'irlab oldi. Bu shu yaqinda jamoatimiz ichida nayt ko'p uchraldi bunda masalalar. Şu an bu masalalarga nayt diqqat qilinglar. Uchinchisiga posta. Shu elektronlik postalar kelgan uchurlar, masalan, maxfiy nomeringizni darhol o'zgartib oling va yoki maxfiy hisobotingizni dalillang va yoki manda yerdan manda sizga yaxshi sovg'alar keldi degandek har xil uchurlar keldida. Shuningga nayt diqqat qiling. Buni besishdan avval torbetiga bir qarang, to'g'ri torbatmi, xatomi kelgan shu torbetniki adresi
to'g'rimi anandaki yozgan xatlarga diqqat qiling, imlo xatoligi bormi, ba'zida aldirab yozib imlo xatoliklari yuz berdi. Buni asos jihatdan shu hujum qilguvchilar shunday ahvollarni jiq qildi. Shunga shu ahvollarga nihoyatda diqqat qiling. Bu yerda yozilmagan, ya'ni to'rtinchi bir turi bo'lsa, balkim Facebook yoki WhatsApp guruhlarda ko'rgansizlar. Yaqinlarda shu Uyg'ur qarindoshlarimiz bor guruhlarda "Voymanda haqsiz app bor ekan, darhol telefonga tushirib olinglar, men tushirib oldim" deydigandek har xil narsalar va anandan keyin buningda sizga APK, Android telefon bo'lsa APK shu applarni yo'llab qo'yib, "Ma appni tushirib oling" deydi. Siz tushirib olgandan keyin sizning telefoningizga kirib, telefoningizga muhim rasmlar, ovozlar, hamma narsani egallab oldi-da. Bu shu yaqin atrofda bizning Uyg'ur jamoatimiz, Uyg'ur qarindoshlar ichida nihoyatda ko'p uchralgan masalalar. Shunga shu masalalarga nihoyatda ko'p diqqat qilinglar. Hujum uchrashni qanday tespit qilamiz, qanday buni bilamiz degan vaqtida avval bunda ko'rimiz, biz haqiqatan bizningki shu o'zimizningki hissiyotlar o'zgardimi, anandan keyin bu uchurlar qonunliq bir yerdan keldimi, masalan banka bo'lsa haqiqatan bankadan keldimi va yoki bir hukumat organlaridan kelgan bo'lsa, kuch idorasi yoki boshqa doktorxona degan yerlardan uchur kelgan bo'lsa, bu haqiqatan shu rost uchurmi emasmi, ustidagi adresi to'g'rimi, shu narsalarga diqqat qiling. Uchinchisida sizningki bir do'stingiz ning qiyofati kirib uchur yo'llagan bo'lsa, buningdimi diqqat qiling. Bu haqiqatan mening do'stim yo'lladimi yo do'stimningki hisobot orqali boshqa birisi yo'lladimi deganni o'ylab ko'ring. Masalan, Instagramdan birisi yo'llab qilgan bo'lsa, shu yo'lga uchur haqiqatan do'stim yo'lladimi yoki do'stim yo'lga akkauntni yoki hisobni boshqalar o'g'irlab olib, shuning nimasida yo'lladimi, shuning nomida deganni o'ylab izlanib ko'ring. Agar bilmasangiz telefon qilib, "Menga shunda uchur kelganda sen yo'lladingmi?" deb so'rab inoqlagandan keyin, anandan keyin ular talab qilgan narsani yo'llab bersanglar bo'ldi. Ammo shu do'stingiz yo'llaganlikni bilmasangiz, cho'qim o qarshi tarafga bir narsa, muhim uchurlaringizni, pul va yoki muhim uchurlarni bermang. Anandan keyin to'rtinchisida, masalan, bir torbetdan bir narsa tushirib qolsangiz, bu torbet kirib, shu torbet haqiqatan ishonchli torbetmi, buningda bir yerlar bir qandaq bir narsalar bormi, shuningga alohida diqqat qiling. Masalan, bankning bir torbetga kirgan bo'lsangiz, bu torbet haqiqatan bankininki-mi emasmi, unda tekshirib ko'rib, anandan keyin qilgan ishingizni qilsangiz bo'ldi. Ma'nodami? Qaraydigan bo'lsak, shu masalan qarshi taraf bir narsalarni desa, bu bergan taklifi haqiqatan bo'ladigan narsami, bo'lmaydigan narsami, sizga email ilxat orqali bir narsalar kelgan bo'lsa, shu yerdagi uchurlar va yoki qo'shilgan hujjatlar rasmi, yog'anmi, muhim emasmi, shularga diqqat qiling. Yo'llagan odamninki haqiqatan shu rost odammi emasmi, shunimi aniqlang. Agar bilmasangiz telefon qilib so'rab, "Mana bir uchur yo'llading menga, shuni sen yo'lladingmi?" degandek narsalarni so'rab, anandan keyin keyingi mashg'ulotlarni qilsangiz bo'ldi. Hujumni qanday qilib oldini olamiz degan vaqtida qaraydigan bo'lsak, birinchisida shu ilxatga kelgan uchurlardagi har xil link adreslarni bilmasangiz bosmang. Buni tekshirib ko'rib, anandan keyin besishdan burunda tekshirib ko'rib, haqiqatan to'g'ri adresmi emasmi, shuni ko'rib aniq qilib, haqiqatan to'g'ri adres ekanligini muqimlashtirib bo'lgandan keyin anandan keyin bossangiz bo'ldi. Ondan ikkinchisida shu çok faktorli kimlik deydi. Ya'ni har xil applar bor, Google'ninki, Microsoft'ninki degandek hisobotlaringizga bog'lab qo'yib, shu orqali masalan har qatim kirgan chog'da sizga bir qatimliq maxfiy nomerni chiqarib berdi, son yoki harf degandek, shularni besib anandagi hisobotga kiradigan multi-factor authentication degan shu narsalarni ishlatib
qılın, meyli Facebook bolsun, meyli Google bolsun. Bəlkə bəzi banklar müşunda alaylıqlarını qollaşı mümkün. Şularni işiltişinizni alayda tavsiye qılmız. Üçüncüsüge məxfi numaradan ait qiyinlik dərəcəsi yuqur bolğan məxfi numaralarını işiltin. Yani siz Facebook yoki Instagram yoki banki savatlarınızga adətki məxfi numaralar 123 yoki tug'ilgan kuningiz yoki telefon nomeringiz degandek, ismingiz degandek manda məxfi numaralarni ishlatmang. Kuchliroq məxfi numaralar har xil san 0, cho'ng harf, kichik harf, andan keyin alayda belgilar, yulduz belgisi bo'lsin, andan keyin dollarning belgisi bo'lsin, har xil belgilarni ishiltirgan, shularni o'z ichiga olgan məxfi numaralarni bekitib qiling. O'zingizningki shaxsiy uchurlarni boshqalar bilan hambaxirlamang. Masalan, adresingiz va yoki tug'ilgan kuningiz yoki sizningki kimlik nomeringiz degandeklarni aloqa boshqalarga bermang. Beshinchisida do'st tutgan vaqtida, to'rda do'st tutgan vaqtida tutgan do'stingizga diqqat qiling. Ularningki haqiqiy insan yoki emasligi, ularning ko'nglining yaxshi emasligiga alohida diqqat qiling. Ba'zida shu siz bilan do'st bo'lib, andan keyin oxirida sizga hujum qiladigan uchurlar, ssenariyolar bo'ldi. Shunga alohida diqqat qilishingiz kerak. Bexatar bo'lgan tor ishiltish odatini yetildiring. Birisiga shu torxonlarga yoki qahvaxonalarga kirgan chog'da ochiq bo'lgan maxfi nomeri yo'q bo'lgan Wi-Fi'larni ishiltishdan saqlaning. Amal ba maxfi nomeri ba manda torlarni ishilting, Wi-Fi degandeklarni. Amal ba sirtninki torlarni az ishilting. Bo'lsa VPN ishiltib, shu o'zingizninki torni bexatar qiling. Hozir IoT deydigan narsalar chiqdi. Bu torga ulundu. Tor mushu ulangan uchurlar, mushu jihoz deydi, device'lar, shularninki tor bexatarligiga alohida diqqat qiling. Bo'lmasa bu mushu IoT narsalar orqali haq asallam sizga hujum qila oladi. Güvenli jihoz qo'llanib alışkanlıkları shuningga diqqat qiling. Bayam so'zlab aytgandek, yaxshi kompyuteringizga tushagan yumshoq detallar, amal ba qonunliq haqiqiy organ tarafından yumshoq detallar bo'lsin. Telefonlaringizni yoki iPad kompyuteringizni xalg'aya qo'yib qo'ymang, ochiq qo'yib qo'ymang. Boshqalar osonlikcha kompyuteringiz kirib oldi. Andan keyin ishiltayotgan yumshoq detallarniki shu nusxasini yanglab turing, versiyonini Kona, masalan iOS 11, 12 degandeklar qilib qolmay, doim yanglab tutsangiz har xil tor ochiqlari, bexatarliklari yangilanib turdi. Telefoningizningki bexatarligi yuqori bo'ldi. Sizningki shu tordagi aloqa hisobotlaringizningki soliq ma'lumotlari, shular qarang, uchurlaringiz boshqa yerda oshkorlanib ketmaganligini pat tekshirib qilib turing. Hargiz boshqalarningki nishoni bo'lib qolmang. Bir ish uchursangiz, avval o'zingizni besib oling, jiddiylashmay, biroq tekshirib qiling. Mush haqiqatan rostmi, yolg'onmi, to'g'rimi, to'g'ri emasmi, shularga alohida diqqat qiling. Andan keyin bir link yoki bir app yoki bir material bo'lib qolsa, buni avval tushirishdan burun tekshiring. Andan keyin xohlagan hamma narsani kompyuteringizga yoki telefoningizga tushirmang. Amal ba mo'yin bo'lsa tushiring, bo'lmasa tushamang. Boshqa tonmaydigan odamlarningki yolg'on takliflari, yolg'on uchurlardan saqlaning degandek. Bugungi darsimiz mazmunimiz bir şeyga bo'lsin. Qarindoshlarningki tor bexatarligiga alohida diqqat qilishini alohida tavsiya qilamiz. Bu nihoyatda muhim. Hargiz sal qarmang, mendan nim chiqdi degandek bo'lib qolmang. Cho'qim yuqorqi so'zlab o'tgan mazmunlarga alohida diqqat qiling. Bizni shu YouTube kanalimizga a'zo bo'lmasangiz a'zo bo'lib, videomizga yoqtirish, like knopkasini besib qo'yishinglarni, Torbat va Instagram hisoblarimizga ergishib olishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz, tavsiya qilamiz. Undaqda keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.